Venesuelaning vaqtinchalik prezidenti bilan Madurodan ham battarroq narsa sodir bo'lishi mumkin. Donald Tramp. Assalomu alaykum, qadrli muxlis. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp Venesuelada vaqtinchalik prezident vazifasini bajaruvchi Delsi Rodrigezga ogohlantirish berdi. Bu haqida u Oq uy rahbari kecha 4-yanvar kuni jurnalistlar bilan suhbatida aytib o'tgan. Jurnalistlar unga agar Venesuela vaqtinchalik rahbari harakatlari AQShga ma'qul kelmasa, uning taqdiri Maduroning taqdiriga o'xshash yoki undan ham og'irroq bo'ladimi deb so'rashgan. Tramp bunga javoban yomonroq, ancha yomonroq degan. Donald Tramp shunday degan: agar u to'g'ri ish qilmasa, unga o'tirgan joy juda qimmatga tushadi deya ta'kidlagan prezident. Qayd etish joizki, Venesuela Oliy sudi mamlakat vitse-prezidenti Delsi Rodrigezni prezident Nikolas Maduroning o'g'irlab ketilishi munosabati bilan vaqtincha prezident vazifasini bajaruvchi etib tayinlashga qaror qilgandi. Rodrigez esa bayonot berib, AQSh bilan urushmaslik, o'zaro hurmatga asoslangan munosabatni yo'lga qo'yishni ustuvor vazifa deb atagan hamda Vashingtonga qo'shma kun tartibi ustida ishlashni taklif qilgan. Eslatib o'tamiz, Maduroning o'g'irlab ketilishi ssenariysi 3-yanvar kuni muvaffaqiyatli amalga oshirilgan edi. Trampning odamlari Venesuela yetakchisi bilan birga uning rafiqasini ham qo'lga olgan. AQSh rasmiylari er-xotinni narkoterrorizmda ayblamoqda. Xalqaro maydonda esa Trampning bu ishi keskin tanqidlarga sabab bo'lmoqda. Ular ichida hatto Rossiya ham boshini ko'tarib, Trampni xalqaro huquq me'yorlarini buzganlikda aybladi. Shu bilan AQSh bilan munosabatlari yaxshi bo'lmagan mamlakat yetakchilari ham o'z xavfsizliklaridan cho'chib qoldi desak xato bo'lmaydi. Bizni kuzatib boring. Eng tezkor global xabarlar bizning kanalda. Bizdan uzoqlashmang. Yangi bo'lsangiz albatta kanalga obuna bo'lishni ham unutmang. O'zingizni ehtiyot qiling.